Shu vaqtlari o'p ish qilib studiya ochmoqimiz, oldab tushirib ketganlari bilan bir где-то $3,5 ming ketgan 2016-yilda. Ochdim men studiya. Hamma narsang bo'lgan-a, komplekt 7-klass vaqtim, 7-klass vaqtim ekan Ponni shu ovoz yozadigan studiya full etib ochib berganman shu vaqt. Bekar bolam. Lekin hech narsani tushunmaysan. Hech narsani tushunmayman. 8-klassimni oxirroqina qarab уже ishlab boshladim. 1,5 yil kuru durg'anchang bosib, yaqar-yaqmas ishlayman-da. Keyin shu qizlar bilan donishib, keyin shunda pul kerakligini tushunib yetganman-da, dur ishlash kerak deb ovoz yozishga ketganman. Keyin pul topganmiz. Do'stim 55 mingdan yozar edim ovozni shu vaqtda, 50 ming akam berib, 5 ming uxlatib. Biz Xaratda kurs tashlab bo'lganmizdan bu bilan. 50 ming, 55 ming so'mni yozadi, kurs tashlab uchun necha so'm qaytasan desa 5 ming so'm qaytadi. Shuni o'tik bola bo'lganda, o'zi avval o'tik bo'lgan. Xaratga bir timpulsiz boraram, yodingdami? Keyin bir timpulsiz boraman, uyga pul kelaman Xarat. O'qish odamlar pul yo'qotib borsam, men pul kelaman uyga. Ishqilib shu vaqt Dim boshqacha bu yo'ringlarni tam